Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan Ustoz Abdulvahab Xallab degan kishining ilm usul fiqhga risolasi darsimizni davom etgan bo'lib, buningdan 3-chi qism bilanki Qavoidul Usuliyya al-Lug'aviyninki 3-chi qismininki 6-chi qoida am va u amning dalalati va bu amning ta'rifati. Bu amning amliq turgan labzilar bununla qisqa tunishib chiqqan to'q. Amning dalalati deganda. Va bu ikki jumhurlar bilan fuqarolar ara. Bu amning am o'zining am bo'lish sifati bilan o'zininki uningga sodiq keladigan afrodning hammasiga mustag'raq bo'lish qo'ygan dalolatning qat'iy yoki bo'lishi qat'iy emas ekanligi undan tunishdi. Endi tavanda anvaul am bu şekilde to'xtab qolgan edik. Shuning o'zini darsimizni davomlashtiramiz. Ustoz Abdulvahab deydi, Abdulvahab Xallab anvaul am. Bu undaqda amlan qisqa tunishib chiqdik. Alfazul umum, dalalatul umum, ta'riful umum. Bular bilan tunishdik. Bunun da cumhurlar bilan fuqarolar ixtilof etgan bo'lib, buni ixtilofotni asosida bu ustoz Abdulvahab Xallab bir yerga ekilib, buni jamlagandi. Buni ixtilof shakli, suvari, javhari emas deb. Endi tavanda o'qimoqchi bo'lgan dars anvaul am dedi. Amning turlari. Am necha qism bo'ladi? Am deganliklar bu amdan mutlaqo am zikr qilinadi. Nasl kelgan alfozul umumning o'zidan uningdan amni o'zini maqsad qilamdiq. Am zikr qilganda amni o'zini zikr qilma iroda qilinadi. U biri. Yana bir yerda am zikr qilinadi, xos iroda qilinadi. Ama şunu o'xshash. Ba'zi xos qilingan ammo bor. Bu tavanda uni ko'ramiz. Anvaul umum. Amning turlari. وقد ثبت باستقراء النصوص أن العامة ثلاثة أقسام. Amning turlari cho'qim sabit bo'ldi. İstiqraun nasni birdi bir taftish qilish bilan alifdan yog'i o'xshab birdan bir inchik aqtirish bilan cho'qim am xil shaklda bo'lganligi sabit bo'ldi. Birinchi, amun yuradu bihi qat'an al-umum. وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه كالعام في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ففي كل واحدة من هاتين الآيتين تقرير سنة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل فالعام فيهما قطعي الدلالة على الأموم ولا يحتمل أن يراد به الخصوص. Birinci am ki enamdan qat'iy am maqsad qilindi. Am zikr qilindi, qat'iy bir zodichi am maqsad qilindiki xosga ehtimollik degan gap bo'lmaydi. Bu amma bir xosning ehtimoli bormi ya deb u yerda lag'aylab qilishga bo'lmaydi. Am zikr qilinma, qat'iy am maqsad qilindi. U o'zi bir amki hamravulda birlik keladi. Bu amga u amning taxsis ekanligi bo'lgan ehtimolni yo'q qiladigan qarina billa. Qarina hamravul keladigan am. Bunda yani o'zi faqatliklar bu amdan am maqsad qilindiki, xosga faqat ehtimollik degan faqat qalbimizga kechib qolsin bo'lmaydi. Masalan, amga o'xshashga Alloh subhanahu va taoloning so'ziki: "Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha." Yo'q zaminda bir charpaydan, bir zaminda o'mlab yashaydigan har qanday shu midrab harakat qiladigan bir maxluqdan yo'qki, jonliq maxluqdan. Lekin bo'lgan bo'lsa, Allohning ustidir, Alloh kepil uni rizqiga.
Demek hiç qanday bir maxluq yo'q. Nima qilmaydigan? Onun rizqisiga Allah vekil bo'lgan, Allah kepil bo'lgan, e, Allah kepil vekil. Allah kepil vekil bo'lmagan hech qanday bir maxluq yo'q dedi buni. Buni o'zidan mandaq bir maxluq o'zining rizqisini o'zi tepiydi deb uningdan tahsis qilib va zikr qilindi. Va ma min dabba. Mana madinkin dabba. Nekir keldi va ma min dabbatin. Alfazı umum şundaqdı yuqorida biz alfazını umumdan tanışkandık. Bekir nekir olan bulup nepinin siyaqı degen nekirinin üzümü alfazı umum degen. La darara ve la dirar ve la hicrata ba'dal fath. Fala cunaha aleykum degendek mesela. Zalikel kitab la raybe fih degendek. Buna hamısını ite alfazı umumlu katarında ben nekir oldu. Nime nepi oldu. Dabbe nekir oldu isim nekire. Bunun için isim nekir kelgende bu alfazı umumlu katarında bunun xas bir ihtimallik var mı degende yok. Fakat xas bir ihtimallik yok. Bu xil amdan qat'iy am maqsad qilindiki zat zimindeki barlık can canavarının hemmisinin rızkı Allah keper. Allah'ın zimnisiga. Allah berdi ona rızkısını. Demekçi bunu hakka taksis ihtimal olmaydı. Yani Allah subhanahu sözü ki وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ hayy. Sudun biz her kandak hayat nersinin hemmisini, tirik nersinin hemmisini sudun yarattık dedi. Yine o karpaksak ras. Hatta yeni hazır yeni ilim tam şunu ispatlap çıktı ana. Jallık bu narsani her kanı sunun balığı. Buna da mandak bir narsa bu sudun emas dep onu tahsis qilib bu umumni qatoridan chiqib olmaydi. Bu am bundan mutlaqo am irada qilindi. Bu her ikki yil oyatdan bo'lgan. Bu ikki oyatdan bo'lgan her bir oyatda bir ilahi qonunning o'rinlashtirishi bor ki umumlashib ketgan. Mundaq debdi, bundan mandaqini qo'ysak, chiqarib olsak, bu mana sirtida qilib qolgan ba'zi apparatlar bağışı deyilmaydi. Ki bu her gün dairesi onun kichiklanmaydi. Zade Allah'a bütün can canavarlarning mahlukatlarına rızkısının hemmisi Allah'a degendiken bunun ma'lum hayvallar, ma'lum mahluklar onun sırtı okşaydı dep onu taksis qilib chiqarib olmaydi. Va bu qonuniyatni yo'tqat qilolmaydi. Bu ikki oyatda umumiy dalolatı qat'iy. Bundan cho xos irada qilingan yoki undan cho xosni irada qilish ehtimolimi bo'lmaydi. Bu bir amki, bu am bilan qat'iy umum irada qilingan. Ehtimollik degan narsa mavjud bo'lmaydigan taxsisga faqat ehtimoli bo'lmaydigan bir am. Bu am bundan am irada qilingan. İkinci bir am borki, undan qat'an xusus irada qilindi. Kelgan am. Amma bundan amning afrodning hammasini irada qilolmaydi. Ma'lum chiqib ketadigan, ma'lum uni sirti qilib qolganlari bor. Ma'lum onun için tahsis qilinib qoldi ba'zisi amma o'zi undan qat'iy shaklda xusus xos maqsad qilindi. Xos irada qilindi. Bu bir amki buni hamroh bir qarina. Yo'q qiladi, nafi qiladi bu qarina. Bu amning qilib qolganligini o'zining umum ustida qilib qolganligini yo'q qiladigan, o'zining umum ustida qilib qolganligini yo'q qiladigan qarina bilib olgan am bu. O aşkar oldu, şu aşkar oldu ki çokum maksat bu amdan o amdan afradın bəsilken demek am zikir kılıngan bolsun mu? Bunun xas kat'en xas irade kılıngan degen boldu. Bu amның ikinci türü deydi. Buna misal Allah Teala'nın sözü ki velillahi alennas hiccul beyt. Allah subhanahu taala üçündür. İnsanlığa vacip ki Beytullah'ın üstüne hecc kılış vacip dedi Allah subhanahu taala. Bunun hem adam vacip mi? Yok. Bunun nurgun şerait doğru kelmey Allah var. İktisadi cihette, beden kuruluş, sağlamlık cihette, bazılarının yol emin bulmaydı. Şahvallah vacip emez. Mecnun, Mətullah vacip emez. Mesela nurgun esirlerge kulluğa vacip emez. Bunun katarını çıkıyordu bu. Gerçi bunun da velillahi alen nas. Bunun da eliplam ana manim boğan bosmu. Cins sıgraqını paydırdıgan
Nemni üzmüş oldu yani. Al-muarrab, al-mufradul muarrab bi el. Bunun üzümçü cinsini tarif kılış için kelgen bu elfazı umumlu katarılgan. Bunun da annas şu elfaz bu ne boldu mufrad muarrab ki ellen bu mufrad muarrab bu elfazı umumlu katarıldı. Lekin bunundan ma'lum müşahij kılışqa mutaahhil bolamaydigan. Onun şarait onunla doğru kelmeydigan, düşmeydigan. Bular vacip emas. Bu bundan çıkırıp etilindi. Taksimde. Bu demek bu bir am. Zikirde am. Ama bunun çok mutlaka husus irade kılındı o deydi. İnsanların hepsi bu nesli amene. İnsanlar çoğu am. Ale nas degenden nas. Bu nesli am. İnanın mükelleflerin maksat kılgan onundan çoğu mükellefinin has kelligini. Açlığın ölüsünü iştalaydıgan. Açlığında imkaniyeti bağ, imkaniyeti bağ kişiler muşun hususunu maksat kılındı. Çünkü akıl talep kılıdı da uşak oğullarının çıkıp gidişi, mecnunlarının çıkıp gidişi akıl talep kılıdı. Bular vacip emas ana. Yine onun uşaş mislum kavlihi ta'ala ma kana li ahli medineti ve men havlahum minel a'rabi en yetekhallafu an Rasulillah. Medine halk için ve Medine'nin etrafındaki Arabi, Badila halk için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu cihat çıkış jarayonida qilib qilish asla layık emas dedi. Em ehl Medine vel Arab ehl Medineti vel Arab ilişkisi lam belip lam bağına. Bu nasıl işkilisi işkillerzik işkilisi am. Medine ehli çok küçük er ayal saq sarang hammani o'z ishga oladi boy kambag'al deganlar bu Madina atrofidagi xulub qo'shni aymoq rayonlarni ham shunda bu am maqsad qildi bu ikki qismini har birlancho xususiy qodirina shu jihod qilishga kuch yetalaydigan yetadigan qurol ko'tarishga imkoni bor shu kishilarga maxsus shuni iroda qilindi bu qodirlarninki unga bas baralaydigan qurol ko'taralaydigan mandaqlar maqsad qilinadi bu demak bir om bo'lgan bo'lib xusus iroda qilingan om chunki aql bu ojiz e, yetim ushaq valla mato aqlsizlar majnun salonlar bularning chiqishini aql talab qilmaydi bu aqlninki bu talabning ziddi bu aql sog'lom qurol ko'taradi mana qadam talab qiladi bu o'z bir om iroda qilingan bir xusus Em bu hatta amni irade kılış bu ayak dursun hatta amni irade kılış ihtimalım yok. İhtimal mi keltirmeyin. عند يعتبر عن باكن عام مخصوص وهو العام المطلق الذي لم تسحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن قرائن لفظية عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه مثل والمطلقات يتربصن. Üçüncü bir am bo'lgan bo'lib, bu xos qilingan am bu. O'zi am. Ammo bundan çok bir xos qilingan am. Bundan ma'lum, onundan bir partlarni chiqarib o'tish bo'ladigan am. Bu mutlaq bir am. Bundan çok bunun taxsisga ehtimolini yo'q qiladigan bir qarina ham yo'q. Qarina ham amra olmagan mutlaqo bir am. Ol mutallaqat. Masalan, va bir qarina yo'qki, uning umumni uqtirgan dalolatni, umumni nima? Uning umum bo'lgan dalolatni yo'q qiladigan qarina ham yo'q. Taxsis qilgan ehtimolni yo'q qilgan ham qarina ham yo'q. Demak, qarinadan mutlaq xoli. Mushundaq am. Buni qanday qilamiz? Buni hukmi qanday bo'ladi? Qanday muomala qilamiz deganda, bu naslarning ko'pini so'g'ishishga keldi uningda umumiy siyg'ilari. Kelgan naslarning ko'pinisi o'xshash bo'lgan. Ki bu xil umum siyg'ilari labzi yoki aqli yoki urfiy qarindan uzoq mutlaq kelgan nurg'un nima umum siyg'ilari bor. Ama bu
Bu xil qarindin mutlaq, qarindin xoli, labziy qarinimi yo'q, aqliy ya urfiy qarinimi yo'q. Ammo shu qarini bo'lmagan bilan muayyan qilib mushu qarinilar, qarini labzida ya aqliy ya urfiy qarin bo'lmagan bilan bu umumni nechu muayyan qilib birdi, ya xususni muayyan qilib birdi. Ee, bu qanday desa bu zohirdir umumda. Hatta tugay delil onun taksisiga vel mutallakata tarabbasın. Talak kılgan ayallarının hemmisi 3 ay 10 gün iddet tutqay degan çıktı da tarabbasına. Ama onun mesela yeri talak kılınıp o hamildar vaqt talak kılınıp kaptı, yeri ölüp gitipti. Bu mu şundak mı? Bu onadın mesela bu nim buludu? Bu tahsis kılınıp gitti mesela. Ona da bir karini olgan bolsa. Bunu temelde görümüz. قال الشوكاني في التفريق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص. العام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة ضالة على أنه مراد به الخصوص لا العموم، مثل خطابات التكليف العامة، فالمراد بالعام فيها خصوص من هم أهل خصوص من هم أهل للتكليف لاقتضاء العقل إخراج من ليسوا مكلفين، ومثل تدمر كل شيء بأمر ربها، فالمراد كل شيء مما يقبل التدبير مما يقبل التدمير. وأما العام المخصوص فهو الذي لم تصاحبه قرينة ضالة على أنه مراد به بعض أفراده، وهذا ظاهر في ضلالته على الأموم حتى يقوم دليل على تخصيصه. İmam Şevkani deydi amda bu amıl mahsus bilen hazırlıklı am mahsus bilen am ki inanılan tahsis irade kılınan am ki has kılınan am ve bir am ki ondan çok husus am kılındı husus irade kılındı. Fark nime degende am ki ondan husus irade kılınan bir am o bir am bolgan bulup onun için amni sözgen çağda onunla husus irade kılınganlığını uqtirib turadigan bir qarina hamroh bo'ladi. Uni o'zi nima? On, ammo undan xos irode qilamiz deymiz deydi. Emas undancha xusus maqsad, ammo umum maqsad emas. Xusus maqsad ekanligini uqtirib turadigan, onni so'zga vaqtimizda enanga hamroh bo'ladigan bir nima bir qarina hamroh bo'ladigan bir om. Uni o'zi bir om, ammo xos irode qiladi. Ama bu amıl mahsus emas. Amıl mahsus o başka değil. Qanday desa, mesela umumi taklifning xitoblariga o'xshash. Umumi taklif maqsad bu umumdan uningda ay taklifga yaramli bo'lgan kishilarninki xos bir maqsad. Mesela valillahi ala nas hijjul bayt dedi Allah subhanahu wa taala. Valillahi ala nas hijjul bayt man istata ilayhi sabila. Allah yo'lida hammilarga, bütün Müslümanlarga haj qilish farz. İnsanlar vaciptir Allah için. Beytlarni maqsad qilish yana beytlar berish farzdir. Bunun uzun mesela nurg'un adam bu taklifdan sirtida. Buningdan buning uchun xusus maqsad qilganda umum emas. Maqsad buningdagi om bilan shu taklifga yaramli bo'lgan kishilarning ba'zisining xususiy maqsad hammasi emas. Nima uchun? Aql shuni talab qilgan uchun. Aqlni talab qiladi, ashunga mukallaf bo'lmaganlarni chiqarib o'tishni talab qiladi. Bundan kuch yetmaydigan masalan kambag'allar uni borolmaydi. Ojiz, kasal, masalan, madaq odamlar borolmaydi, majnun, qul, ular borolmaydi va degandek masalan. Va endi shunga o'xshash va tudammiru kulla shayin bi amri robbiha. Buning da delil aqli bo'ladi. Bu qarina yuqur degan
Bununki neslenin küpünsü ki umum sigatlı umum kelgen neslenin küpünsü ki mutlak karina lafziyadın ya karina akliya ya ki nima örfiyadın hali olan umum sigisi neslin küpünsü misali ki keldi bunu da umum sigisi keldi. Karin lafzidin hali, karin aklidin hali, karin örfidin hali ki ama bu karin ölçü umum ne? Körsüpürdü, mayan kıpırdı, ya husus kelin körsüpürdü. Ama da yukarıki ayetlerin uza vallahi alannas hicil beyti men istata ile sebilgen bunu da akıl aşın talep kıldı. Aşın mükellef bu mugallanın müteahhil bu mugallanın bazı müteahhil bu mugallanı çıkır etişini akıl talep kıldı. Bu delil nime karinin oldu. Karine akli oldu. Ama ne oluşuva ve tudammiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Veyran kılvadıdı. O Allah'ın gazabı. O Allah'ın azabı. Her kandak narsini. O her kandak narsinin Parvardigarının buyruqlan hamma narsa tugaydi dedi. Qarab baqsaq, osmon shubba turibdi, osmon tugmabdi, tog' daryolar tugmabdi, dengizlar ochib turibdi. Hamma narsa tugmabdi. Ha, buningdan ashunga mutaahhil bo'ladigan, ay tadmirni qabul qiladigan narsaning o'zining hammasi shuning ichida. Amma o tadbirini qabul qilmaydigan, masalan, bundan bizim aqlimiz shuni talab qildi yoki urfimiz. Urfni qarab baxsak, uzundan beri Alloh subhanahu va taolo nurg'un At qavmi, Samud qavmi, Lut qavmi, Fir'aun qavmi va uningdan keyingilar va keyingilar hammasi vayron bo'ldi. Alloh vayron qildi. Hamma narsa deganik o'zi osmon zamin kirkida qarab baqsak, koinot olamida osmon zamin qad ko'tarib turadi deb turibdi, buzilmabdi. Hamma narsa ichidan bu nim qilinib qolib qoldi, xos qilinib qolib qoldi. Bundan ichidan sug'urilib chiqarilib qolib qoldi. Bunga nima talab qildi deganda, buning uchun aql mushun talab qildi. Maqsad har narsa bo'lgan bo'lib, bir narsaga tadmirni qabul qilgan narsadan tadmirni qabul qilgan narsadan bo'lgan narsa. Tadmirni qabul qiladigan narsadan bo'lgan har qanday narsa buzildi, tugaydi, vayron bo'ladi, halok bo'ladi degan maqsad bundan deydi. Bu nima bilan bu qarin nima bunisi qarina aqli bundan yoki urfi. Va ammo endi avu ham nima bo'ldi deganda bir omki u om bilan xos maqsad qilgan om bo'ldi. Om qilganda omning shu ikkilanmasdan xos iroda qilgan om. Amma yerdagi omki xos qilgan om, yüzü om, amma om aparatlarının ma'lum ba'zilarini chiqarib o'tib, yaramsizlarini, yaramliqlari ichida olib qoladigan mandaq om bu. Uningga qarin degan gap yo'q buningda. Ki uningki aparatning ba'zisi maqsad, murod ekanligini uqtirib turadigan qarina amroviga yo'q. Bu ki om maxsus deydi. Omki xos qilingan om. Bu aşkardır özünün umumu bo'lgan dalalati da aşkara. Har qanday am bo'lgan bo'lsa o'zining umumiga dalolat qilishchi da talash tortish ketmaydi. Buni aşkara. Ta mush amni biroz kichikiltib doirasini qo'ruydiganga bir delil tumgan qadar bu am o'zining umumlik ustida umumga dalolat qilishda aşkara masala bu. Buni uzun deyildi. Amki xas qilgan am. Yuqori amki am xas iroda qilindi. Uning dalil o qarini o bu yo'q bo'lsin, qarincho aqli yoki urfi mana qarinlar bor. Ammo ma'noda amki xas qilgan am qarin degan narsa yo'q. Vala qarin labdim yo'q, vala aqlim yo'q, vala urfim yo'q. Buni uqtirgan afrodning ba'zisi uqtirgan uchun afrodning ba'zisi hammasi emas, ba'zisining murod ekanligini uqtirib turgan qarina amron bo'lgan omil maxsus deydi. Oningda qarina bor. Om uningdan xos iroda qilingan nima? Mandaq om. Imom Shavkani ikkisining farqini mana bundaq artdi. Xo'sh, bugun vaqt itibariyle dersimiz Mişa'da Mişa'dan kipaynib turimiz.
Allah halis devam et o amuludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.